Mavzudan uzoqlashmaymiz. Namangandagi Pahlavon sport majmuasida O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'limi vaziri kubogi uchun voleybol bo'yicha Ustozlar ligasi musobaqalarining respublika bosqichi boshlandi. Unda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va viloyatlardan kelgan terma jamoalar o'zaro bellashmoqdalar. Muxbirimizning hozirgi reportaji musobaqaning ochilish marosimidan tayyorlangan. Respublika Maktabgacha va Maktab ta'limi vaziri tashabbusiga muvofiq ayol xodimlar o'rtasida bo'lib o'tayotgan 3 bosqichli voleybol musobaqasining yakuniy bosqichiga Namangan shahri mezbonlik qilmoqda. Musobaqaning shahar va tumanlar bosqichlarida 14.052 ta ta'lim muassasasidan jami 110.452 nafar ayol xodimlar ishtirok etdi. Hududiy bosqichda esa 1664 nafar havaskor sportchi qatnashib, eng kuchlilari saralab olindi. Yakuniy hal qiluvchi uchrashuvlarga 112 nafar ayol xodim yetib keldi. Ustozlar o'rtasida birinchidan sog'lom raqobat, ikkinchidan o'zaro do'stona munosabat bo'lyapti. Men o'ylaymanki, respublika bosqichi yuqori darajada o'tib, g'oliblar 150 million, 100 million, 70 million pul mukofotlarini belgilaganmiz. Faqatgina dars bilan emas, ularni sport va boshqa sohalarda ham ko'p qirralari borligini ochib berish asosiy maqsadimiz. Sog'lom ustoz sifatli ta'lim beradi. Shuning uchun biza har bitta inson sog'lom bo'lsa, sog'lom fikrlaydi. O'sha uchun ustozlarimizda sog'lom fikrlagan holda yangi o'quv yilida kuch va g'ayrat bilan o'sha o'quvchilarga o'zlari o'sha yutuqlari bilan ishtirok etib, darslarni yuqori darajada tashkil etish uchun ham zamin yaratyapmiz. Musobaqaning ochilish marosimida so'zga chiqqanlar mamlakatimizda sportga, ayniqsa ayollar sportiga berilayotgan e'tibor, jamoaviy o'yinlarni ommalashtirish, pedagog xotin-qizlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini barqaror rivojlantirishga ahamiyat qaratilayotgani haqida alohida to'xtaldilar. Ishtirokchilarga vazirning tabrigi yetkazildi va Namanganda musobaqaning yuqori saviyada tashkil etilganligi alohida e'tirof etildi. Shundan so'ng musobaqaga start berildi. Dastlab maydonga Xorazm va Buxoro viloyatlari jamoalari chiqdilar. 2 bo'limdan iborat bo'lgan uchrashuvda xorazmlik sportchi ayollarning qo'li baland keldi. Bizlar vazir kubogidan rayonlik bosqichdan, Qoraqalpog'iston respublikalik bosqichdan g'olib bo'lib, bizlar Namangan viloyatining vazirlik kubogina final bosqichiga yetib keldik. Bizlar jamoada diniy tarbiya muallim, ikki muallim, qolganlari fan muallim juda ham yaxshi. Biz Qoraqalpog'iston respublikasi vazir kubogina biz albatta harakat etamiz. O'yinga kirishga albatta harakat etamiz. G'olib bo'lamiz. Ikkinchi uchrashuv Namangan va Toshkent viloyatlari jamoalari o'rtasida kechdi. Qizg'in va murosasiz bahsda namanganliklar raqibalarini 2-0 hisobda dog'da qoldirdilar. Toshkent viloyati qizlar jamoasi bilan bahs olib bordik. Bahs juda murosasiz kechdi. Raqib jamoamiz ham kuchsiz emas ekan. Lekin mehnat qildik, mehnatlarimiz samarasini berdi, g'olib bo'ldik. Oxirigacha g'olib bo'lib, xudo xohlasa Namangan viloyatining sha'nini tepaga yuqoriga ko'taramiz. Ayollar sportiga e'tibor bergan yurtboshimizga, maktab va maktabgacha ta'lim vazirligiga minnatdorchilik bildiramiz. A va B guruhlarida uchrashuvlar qizg'in davom etmoqda. G'olib va sovrindorlar 4-iyul kuni xuddi shu sport saroyida aniqlanadi.